yoshni ham kuldirib qalbga surur. Alloh tutgan ro'zalarimizni dargohida qabul qilsin. Hamisha yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon bo'lsin. Boshlagan ishlarimiz xayrli, davomli, barakatli bo'lsin. Kim nima yaxshi qalbida ezgu niyatlar bo'lsa, Alloh yetkazsin. Sizlarga ham hammalaringga ming rahmat. Sahar turing yorollar, xatm qiling Qur'onlar, dod devorsin shaytonlar. Ramazon keldi, Ramazon. Sahar turing yorollar, xatm qiling Qur'onlar, dod devorsin shaytonlar. Ramazon keldi, Ramazon. Ramazon keldi, Ramazon. Muborak bo'lsin Ramazon. Hamisha o'zidan o'ziga muhtoj qilmasin, o'zidan adashtirmasin. Ramazon oyi bu faqat nafsdan tiyilish emas, bir-birimizga bo'lib turgan iliq munosabatimiz, bir-birimizga bo'layotgan turgan ishonchimiz, bir-birimiz uchun bo'layotgan turgan tirgayligimiz namunasi. Bu yil maqsadlarimiz juda katta. Farg'onada ham loyiha boshlayapmiz, Asakada boshlayapmiz. Alloh nasib, Toshkentga ham bu yil yuramiz. Bir-birimizga hamisha tirgay bo'lib, tayanch bo'lib, bizdan nima qo'limizdan kelsa, o'shani bajaraylik. Sizlar shu xalqimizga sifatli uylarni o'zini vaqtida, sifati bilan o'sha berilgan texnik parametrlarni topshirish nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati. Amin.